Agar siz bitta nemis bilan realniy chin do'st bo'lsangiz, ishoning nimalar sodir bo'lishini tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Ismim Feruza Ochilova. Germaniyadagi 5 yillik tajribam Ausbildung davri va meni nemis do'stlarim bilan yuzaga kelgan 5 ta g'alati haqiqatni aytaman. Birinchisi, qidiruvga berish. Agar u sizga aloqaga chiqqanda, email yozganda, telefon qilganda dalish ignor qilsangiz, u sizdan xavotirlanib, hattoki qidiruvga ham berishi mumkin. Undan tashqari, sizni uyingizgacha ham bostirib kelish ehtimoli bor. Faktga keladigan bo'lsak, bu meni boshimdan o'tgan, Germaniyada men do'stlashgan hamma odamlar nemis bo'lgan. Bu degani shunaqa vaziyat bo'lgan. Men ta'tilda edim, qarochi ular menga aloqaga chiqqanman, javob bermaganman. 2-3 kunlab, ivot ular keyin qidiruvga bergan. Qanaqa deng, o'qishimga, ishxonamga aloqaga chiqqan, ivot bu qiz yo'qolib qoldi, iltimos topib bering, aloqaga chiqmayapti, biz xavotirdamiz. Просто men qo'rqaman, what the hell deysizki, o'shanaqa vaziyat bo'lgan. Ikkinchisi, shunchaki uzoqlasha olmaysiz. Agar siz do'stlik munosabatini sekin asta uzoqlashtirmoqchi bo'lsangiz, ular hech qachon rozi bo'lmaydi. Aksincha, mabod uzoqlashayotganingizni sezsa, hammani oldida davraga oladi, davay gapir, nima muammo, so'zla deydi. Qarochi, o'sha vaziyat o'zida do'stlikni baribir tiklaydi. Uchinchisi, shaxsiy advokatingiz. Muammoga uchrasangiz ham, siz so'ramasangiz ham, ular sizning o'rningizga xat yozib, huquqingizni himoya qiladi. To'rtinchisi, 6 oy oldin rejalashtirilgan uchrashuv. Do'stingiz bo'lsa ham, ular siz bilan kofe ichishni bir necha oy oldin rejalashtirib kalendariga yozib qo'yadi. Nemis bilan do'st bo'lish juda ham qiyin. O'ylaganingizdan ham qiyin. Ular juda ham jiddiy xalq va uncha-muncha bizni hazillarimizni tushunmaydi. Lekin bir do'stlashib olsangiz, ishoning, ular hech qachon sizni sotmaydi. Germaniya hayotdagi mana shunaqa noodatiy haqiqatlarni bilish uchun hozir sahifamga obuna bo'lib qo'ying.